Mana inkubatorimiz tayyor. Hop bu arzonchi variantda yasalgan. Yasaldi xullas. Hamma narsasi arzonchi bo'ldi buni. Mashina lampochkasi qo'yilgan. 12 volt ishlaydi. Cooler hammasi kontur anaqasi ham. Hop. Bitta bu endi 220 bo'lib qoldi. Anaqamiz datchigimiz. Motorimiz anaqani aylantiradigan. Tagida suvlar anaqalar bor. Kamera bunaqa yaxshi emas. Keyinchalik yana bitta qilamiz obzor. Qanaqa ulangan hammasini tushuntiramiz. Xudo xolisa. Xullas ikkita datchik ulandi. Bittasi anaqada ishlaydi, blokda. Bu elektr energiya anaqasida oddiycha uyimiz elektr energiyasida ishlaydi. Bunisi suvni ichida ishlaydi. Akkumulyatorda ishlaydigan qilib qo'ydim bunisini. Quyoshli panel ham o'rnatilgan. Quyoshli panel anaqasi, miyasi.